Biz bugun Buxoro viloyati Olot tumanida joylashgan Shukrullo O'runov fermer xo'jaligidamiz. Aynan ushbu fermer xo'jaligida Xitoy texnologiyasi asosida Zong Niang 88 paxta navlari yetishtirilmoqda. Keling, bugun fermer xo'jaligi rahbarining o'zi bilan ushbu nav haqida va kutilayotgan hosil haqida gaplashsak. Assalomu alaykum. Men Shukrullo O'runov fermer xo'jaligi rahbari Rustam Hamroyevman. Shu yil mana 2025-yil Xitoy texnologiyasi asosida Zong 88 navini ekdik. Juda texnologiya asosida yaxshi qarashlar bilan mineral o'g'itlarda, suvda ekonom ekan. Bu qancha hosil kutyapsiz mana shu paxtadan? Nasib bo'lsa niyatimiz 80 sentner oshiq hosil kutyapmiz. Necha yildan buyon ushbu fermer xo'jalik o'z faoliyatini yuritadi? 20 yildan buyon shu fermer xo'jalik bo'lib ishlaymiz. Mana 3-4 yildan buyon shu tomchilab suvlash nimasiga o'tdik va 2 yildan buyon mana Xitoy urug'larini ekib baland hosil olyapmiz. Hozir juda yaxshi, ishchilarimiz ham vaqtida oyliklarini beryapmiz. Hammasi sharoitlari to'g'rilab oldik. Mana tomchilab suvlash nasozlarini, quyosh panellari o'tkazdik. Qanaqa bu tomchilatib sug'orishga o'tishga nima majbur qildi? Nima uchun aynan bu texnologiya tanlandi? Bu texnologiya o'tishimizdan maqsad shu baland hosil olib, xalqimizga, ishchilarimizga oylik maoshini yaxshi yetkazib berish maqsadida etdik. Juda yaxshi bo'ldi. Hamma texnologiyamiz yaxshi, texnikalarimiz. Tomchilab suvlash 3 yil, 4 yil bo'ldi. Tomchilab suvlashda mana yaxshi hosil olyapmiz. Shu tomchilab suvlashdan juda yaxshi baland hosillar bilan shu yil nasib bo'lsa biltiram 60 sentnerdan oshiq hosil berandik. Yildan yilga talabamiz oshgani sababli mana bu yil 80 dan oshiq kutyapmiz. Nasib bo'lsa shu tomchilab suvlashdan, paxta navidan mana bu nimalarimiz hammasi shu hurmatli prezidentimizning munosabati bilan mana yaxshi klasterlarimiz hammasi qarashiga nimalari juda yaxshi e'tibor beryaptilar. Bizlar yildan yil qaysi nav ekilgan? O'tgan yili 52 navi ekildi. Xitoy, ha. U ham yaxshi nav ekan. Mana shunda ham 60 sentner hosil berdik. Quyosh panellari o'tsak, mana quyosh panel ham toklarimiz ekonom bo'lyapti. Mana nasoz qo'yildi u quyosh panellari? 6 oy bo'ldi. 6 oy bo'ldi. 6 oy bo'ldi. Mana shu yilki yoqayotgan nasozimiz tomchilab suvlasha berilayotgan to'qimizacha ekonom bo'ldi. Mana shu hamma sharoitlar to'g'riladik, yaxshi, juda ham energiyamiz ham ekonom. Toklarimiz ishchiga qanaqa yordam beryapti? Ishchi kuchimiz ham kamaydi. Ichida ishchi yo'q desa ham bo'ladi. Hammasi texnologiya asosida qilyapmiz. Mana paxtamizni ekdik. Mana endi teryapmiz. To'lka mana suv bilan dori hammasi texnologiya asosida. Siz bir ikkilanganmisiz aynan mana shu Zong Niang 88 navini ekayotgan vaqtingizda qanaqa hosil olaman yoki yaxshi chiqadimi, chiqmaydimi deb ikkilanishlar bo'lganmi? Bizlar hech qachon ikkilanib ish qilmaymiz. Ikkilanmazi, shunday yaxshi niyat qilib ekamiz, Allohga shukr, yaxshi hosil olamiz. Buni avval qaysidir fermer xo'jalikda ko'rganmisiz yoki shu tavsiya berishgani uchun ekdingizmi? Sizni yeringizga mos tushishini mana oldindan shu urug'imiz birinchi marta kelishi bu yil hisobga. Biltir yo'q bo'lsa kerak, ekilmadi. Endi bu yildan tarqalyapti. Birinchi bizlar ekdik Olot tumanida. Mana yaxshi nima ekani, bu yil yana shu navdan ekamiz. Nasib bo'lsa bu yil может kamchiligimiz bo'landir, 100 dan oshiq olisha sharoiti bor ekan bu paxtaning. Mana shu ekishdan oldin baribir o'rganib ko'riladimi har bir paxta navini? Mana yerimiz Olot tumaniga, aynan mana shu hududga mos yoki mos emasligini o'rganib ko'riladi. Buni tuproq resurslarini olib, buni shu ekinga mosligini, tuproq unumdorligini, hosildorligini ko'rib keyin ekiladi-da. Bu ko'pincha bizlar hamma analizlarimizni topshirib, tuproq analizlarini, nimalarni topshirib keyin ekdik.
yaxshi bo'ldi. Hozir qancha maydonga ekilgan bu paxta? 90 gektar ekildi. 90 gektar. 90 gektarning hammasida tomchilatib sug'orish. Hammasi tomchilab suvlash bizga. Qolgan hududlarda nimalar ekilgan? Qolgan hududlarda nima? Bug'doy ekamiz. Unda bug'doy. Uni ham Xitoy urug'idan ekdik. Shu yillarda bug'doylarimiz ham 100 sentner oshiq bug'doy berdik. U qanday sug'oriladi? U ham tomchilab suvlash joyimiz ham bor, bunda ochiq maydon joyimiz ham bor, lekin tomchilab suvlash menimcha u ochiqdan baland hosil berar ekan. Bu yerda ko'proq ekonomika bo'lar ekan. Bu tomchilab suvlashda juda qulay tarafi endi ham ekonom, ham ishchi kuchi kam sarf bo'ladi-da. Shu tomonlama tomchilab suvlash ko'p qulay, yaxshi variant. Dori bilan o'g'itni ham bir paytlar texnikada berardik. Mana hozir bu tomchilash orqali eritib suv bilan qo'yaramiz. Dori ham o'zi paxtaning o'zini tagiga boradi. Oziqasini tez oladi paxta ham. Unda bir hafta 10 kunda foyda qilmoqchi bo'lsa, bunda bir sutkada o'sha dori o'ziga borib paxta o'ziga oladi shu mineral o'g'itlarni. Bu nav boshqa o'zimizning mahalliy navlarimizdan nimasi bilan farq qilar ekan? O'zimizning navlari ekkan paytimiz oldin 30-35 sentner hosil olardik. Bu navning farqiki, bu mana yaxshi qarash bo'lsa 100 sentner ham hosil olib, juda baland hosillar olib, mana daromadlar orttirib, xalqimizga, ishchilarimizga oylik berish sharoiti juda baland bo'ldi-da. Yetilish davrlarida ham farq bormi? Yetilish davrlaridan farqi bor, lekin bunda u misolki buning mana suvlanma suv vaqti o'tsa hamki hosil tashlamas ekan. U paxtalar Buxoro oltin navlarimiz suvga keldimi, shu suvlamasangiz hosilni tashlab yuboradi. Bu hosilni tashlamas ekan. Bir kun, bir hafta, 10 kun nima sharoit bo'lmagan taqdirda ham, suv yetishtirib bilmagan taqdirda ham hosil tashlamas ekan bu. Kasallik, zararkunandalar kuzatilmadimi? Kasalligiga yo'l qo'ymadik. O'zining vaqtida shu dron bilan vaqti bilan o'zining dorilarini biz dron orqali sepib to'xtadik. Hech qanday kasalga chalintirmadik, bu ko'rmadik kasalni. Paxta yer maydoniga kelib, men pashti bir 35 yildan buyon paxta dalasida ishlayman. Shu voyaga yetib ishga chiqqanimdan buyon shu Buxoro oltin navini ekib kelardik, boshqa navlari kelardik. U o'shanda ham harakat xizmatga bog'laydi. Harakat qilgan, yaxshi qilgan brigadlar, fermerlar yaxshi hosil olardi. Unchalik bu darajada emas, lekin bunga kelding ketar, kelsam misol shu paxta yetishib, dorisini berib o'zgarib boraversan, o'zim ham mehr bilan ishlasim kelaveradi-da, paxtani ko'ran sayi. Endi eskidan ishlagan odam havasim kelib bundan ziyod bo'lishi harakat etib kelyaptimda. Men pastayanni shu yerlarimga, hamma yerlarimga qarash qilib, nima o'g'it kerak, nima vaqtida suv kerak, hammasini biz birgalikda hammamiz shu yerga qarash qilib borardik. Ana yetishtiramiz paxta, shunday ochilib to'xtasa odamning havasini keladi-da. O'zbekistondagi barcha fermerlarga shuni nima qilamanki, hamma shu navdan eksa yaxshi bo'ladi. Shu mana hosilni olyapman, shu baland hosili, shu hamma fermerlarga ham tavsiya qilaman shu navni. Shundan ekilsa yaxshi bo'lar ekan. Mana bu tomchilab suvlash qilinsa, vaqtida o'g'itlarini, suvini vaqtida berilsa, mana ishchi kuch kam bo'lar ekani, hamma narsa ekonom bo'lar ekan, bu yaxshi hosil olib bo'lar ekan. Mana 100 sentner hosil olib bo'lar ekan. Mana nasib bo'lsa bu yilki kamchilik bo'lgan joyimizni bu yil yana bundan baland hosil olishga harakat qilamiz. Butun O'zbekistondagi fermerlarga tavsiya qilaman, shu navi ekib, tomchilab suvlash qilsa yaxshi daromad olinar ekan. Bugungi kunda paxtadan yuqori hosil olish faqatgina mehnat va suvga bog'liq emas, balki zamonaviy texnologiyalarga ham bog'liq. Tomchilatib sug'orish vaqt, mablag' va suvni tejashning eng samarali yo'li ekanligini yana bir bor amalda ko'rdik.